Har bir inson o'zi tug'ilib o'sgan joyini vatan deb biladi. Vatan esa mahalladan boshlanadi. Shunday ekan, mahallani vatan ichra kichik vatan desa mubolag'a bo'lmaydi. Inson dunyoga kelibdiki, o'zi tug'ilib o'sgan joyini obod qilishga intiladi. Mahallasi obodligi yo'lida qo'lidan kelgancha harakat qiladi. Fikrimizda ana shunday obod mahallalardan biri Uzun tumanida joylashgan Yangi Kuch mahalla fuqarolar yig'ini misolida davom ettiramiz. Yangi Kuch mahallasida 1010 ta xonadon, 1748 ta oila bo'lib, 5333 nafar fuqarolar istiqomat qilib kelishmoqda. Ayni damda ushbu mahallada ko'plab o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Viloyat hokimining tumanga tashrifi davomida mahalla nuroniylari ichki yo'lning nosozligi bo'yicha murojaat qilishgan edi. Viloyat hokimining topshirig'iga asosan mahallada 1,5 kilometr ichki yo'lda asfaltlash ishlari boshlab yuborildi. Bundan tashqari mahalla aholisi o'z hisobidan ichimlik suvi tarmog'ini tortib kelishgan. Ayni vaqtda 60 ta xonadon toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shu mahalla ko'chalarida oldin yo'llar ko'chalarida bolalar o'quvchilar maktabga borishga qiynalardi doim. 2024-yilda viloyat hokimimiz kelib uchrashganimizda shu ko'chalarimizni asfaltlashtirish, aholiga ichimlik suvini tortish, simyog'ochlarni almashtirish bo'yicha masalalarni qo'ydik. Rahmat, mana ko'p fursat o'tmasdan ko'chalarimiz asfalt bo'lyapti. Mana ichimlik suvi bahramon bo'lishyapti. 600 metr toshirilgan bo'lsa, 50-60 xo'jalik shu toza ichimlik suvidan iste'mol qilishyapti hozirgi paytda. Simyog'ochlar yangilandi. Avvalambor bu ishlarni boshlab turgan prezidentimizga katta rahmat. Bugungi kunda mana Yoyla ko'chasining 1,5 kilometrida asfalt yotqizilyapti. Bundan tashqari mana shu ko'chamizda 700 metr atrofida aholining o'zining tashabbusi bilan ichimlik suvi tortildi. Bundan tashqari 3 kilometr atrofida piyoda yo'lak o'rnatiladi, ariqlar beton qilinib, yana ham mahallamiz ko'rikka ko'rib qo'shiladi. Mana bugun aholining kayfiyatiga qarasangiz, hamma xursandchilik, hammada bir shukronalik hissi paydo bo'ldi. Surxondaryo viloyatida mahalla yettiligining mahallabay va xonadonbay ishlashi evaziga aholining turmush tarzi yaxshilanib, eng asosiysi tadbirkorlikka bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Yangi Kuch mahallasi tuman markazi yaqinida joylashganligini hisobga oladigan bo'lsak, mahallaning drayveri xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish sohasi hisoblanadi. Qo'lidagi hunarni mahallasidagi yosh-u qariga o'rgatib, yillar davomida minglab shogirdlar chiqarib kelayotgan fuqarolardan biri Oydin Bobo Ramazonovdir. Yillar davomida yog'och o'ymakorligi ortidan halol rizq topib va shuning ortidan oila tebiratgan otaxon mana salkam 90 yoshni qarshilabdiki, nabiralarga pand nasihat berish bilan birga o'zining kasbini ham o'rgatib kelmoqda. Yoshligimdan tug'ma talant menda. Toshkent 2-3 marta ko'rib keldim mana eshik. Eshik ko'rib keldim. Ko'rgazmaga qatnashgansiz? Ko'rgazmaga. Undan 2-3 ta bor edi, olib chiqdim, oxirgisi shu qoldi. Muzeyga eshik qilgandim, uni olib tashlashdi. Shuni olib borib qo'yinglar dedim. Shogirdim ko'p. O'g'illaringizga o'zingiz o'rgatganmisiz? Ha, o'zim o'rgatganman. Mana bunisi bittasi o'rtachisi respublikaga ham tabriklab bo'ldim. Qiladigan ishlariga havasim keladi. Metaldan ishlaydi. Temirchi katta o'g'lim shug'ullanadi. U ham nozik ishlarni qiladi. O'zim hayron qolaman. Temirchilikda. Ha, temirchilikda. Sizdan o'tgan ekanda ular. Ha, ular o'tdi, haqiqatdan o'tdi. Eng shu sifatli narsani kenja o'g'lim qiladi. Butun haligi nogironlarga shu o'tirib haydaydigan, bir joyda o'tirib haydaydigan apparat qilib jo'natadi. Hozir necha yosh kirdingiz? Men 86 ga kirdim. Hozir shogirdlar kelyapti. Mana shunday ishlaydi. Ot izini toy bosar deganlaridek farzandlar ham ota kasbini egallashdi. Oydin boboning farzandlari temirchilik hunarini davom ettirish barobarida mahalladagi ishsiz yoshlarning kasb-hunar egallashlariga ham ko'mak berishmoqda. Tunikafonga qatnayapman shogird bo'lib. Hozir bemalol qo'limni hammasini yasab chiqarib bera olaman. Men hozir kuniga o'tda hisobdan 100 mingdan oylik olaman. Ham o'zimga foyda, ham uyimga foyda bo'lyapti. Bundan tashqari elektrikka ham qiziqaman. Unga ham borish niyatim bor. Bularni yaxshi o'rgansam-ki, unga ham qatnayman. Eng asosiysi bo'sh vaqtimiz yo'q. Bizning mahallamizda 1010 ta xonadon mavjud bo'lib, 1748 ta oila hozirgi kunda istiqomat qilib yashab kelmoqda. 1333 nafar aholimiz bor. Asosiy mahallamizning drayveri xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish yo'nalishlarida ko'proq ishlar amalga oshirganmiz. Sababki tadbirkorlik yo'nalishida faoliyat keng yo'lga qo'yilgan. Mana 2025-yilda ham men o'zim shu mahallada hokim yordamchisi lavozimida faoliyat yuritgan bo'lsam, 35 nafar fuqaroni bandligini ta'minlash maqsadida ularga oilaviy tadbirkorlik yo'nalishlarida kredit mablag'lari ajratdik. Buning natijasida 70 nafar fuqaroni bandligi ta'minlandi. Yana oldinga reja qo'yib olganmiz. 2025-yil yakuniga qadar qariyb 150 dan oshiq fuqarolarni bandligini ta'minlashda amaliy ko'mak yordamlarini bermoqchimiz. Bundan tashqari hozirgi kecha kunduzda 70-80 nafar fuqarolarni bandligini ta'minlash maqsadida ularga imtiyozli kreditlar hamda
suvda subsidiyalar rejalashtirib olganmiz berishdi. Ushbu ishlarni hozir mana mahallamizda jadal olib bormoqdamiz. Hozir mana bitta misol uchun Ramazonov Oydin bobomi xonadoni azaldan tadbirkorlik bilan shug'ullanib keladi. Farzandlari ham, mana nabiralari ham hammasi tadbirkorlik bilan shug'ullanib keladi. Hozir mana shu mahallamizda shu bitta tadbirkor oilamizni o'zi qariyb 20 dan oshiq fuqarolarni bandligini ta'minlashda bizga amaliy yordam bo'lib, mahallamizdagi bekorchi ishsizlarni barchasini ishli qilishda yordam berib kelmoqda. Ramazonov Oydin bobomiz mana yoshlari qariyb 90 ga qarab ketyaptilar. Shu davrgacha qariyb 1000 ga yaqin desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Shogirdlar chiqargan mahallamizda ko'plab shuni orqasida mana mahallada ko'plab shu sohada tadbirkorlar, ishchilar, shogirdlari faoliyat olib bormoqda. Ularning farzandlari davom ettirmoqda u ishlarni. Eng asosiysi mahallamizda qiynalgan oilalar bo'ladimi yoki bir xayriyat tadbirlari bo'ladimi? Hammasida jonbozlik ko'rsatib, labbay deb doimiy tashabbus ko'rsatadigan oilalardan, namunali oilalardan. Bugun yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar markazida inson qadrini ulug'lashga qaratilgan ezgu g'oya mujassam. Mahallabay ishlash tamoyili chindan ham samarali ekani bugun yaqqol o'z isbotini topmoqda. Eng e'tiborlisi ushbu mahallada nogironligi bo'lgan fuqarolar ham barcha qatori xizmat qilishga harakat qiladi. G'olibjon Azizov ikkinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay, o'zi suygan kasb ustachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Mahalladagi elektrotexnika jihozlarini ta'mirlash ortidan mahallasida yaxshigina hurmatga ham ega bo'lgan. Xalqimizda izlagan imkon topar degan purma'no bir naql bor. Karomat Chorshanbiyeva ikkinchi guruh nogironi, lekin uni mahalladagi sog'lom ayollarga o'rnak qilib ko'rsatsa arziydi. Chunki nogiron bo'lishiga qaramay, o'zi yoshligidan suygan kasb tikuvchilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Qahramonimizning ta'kidlashicha, mahallasidagi ayollardan tushgan buyurtmalarni olib chiroyli qilib tikish bilan birga ularga foydasi tegayotganidan juda ham xursand. 18 yoshligimdan tikuvchilik qilganman. Hozir bu yerda ishlayapman qizlarimiz bilan birgalikda. Hozir 10 talar chiqardim shogird. Ijtimoiy himoya tomonidan protez, ortopedik mahsulot olganman. Hokim yordamchisi bilan gaplashib, menga overlock bermoqchi bo'lyaptilar. Men ham tikuv mashinalari olib, tikuvchilik sexi ochmoqchiman. Xudo xohlasa, o'zimning ham tikuvchilik sexlarim bo'lishini juda xohlayman. Qizim ham 12 yoshda, u ham juda yaxshi tikishni biladi. Muhimi, mahalladagi o'zgarish va yangilanishlar aholining ruhiyatiga ijobiy ta'sir etib, ularni yanada shijoatga undayapti. Tashabbuskor va tadbirli fuqarolar esa shubhasiz davlatimizning eng qimmatli boyligidir. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, qishloqlar obod bo'lsa, odamlarning kayfiyati o'zgaradi. Ularda o'z hayotini yanada yaxshilashga intilish paydo bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, mahallalarda ishsizlikni kamaytirish, aholining turmush farovonligiga erishish, turli ijtimoiy muammolarga yechim topish borasida mahalla yetiligi o'z mavqeiga ega bo'lishga ulgurdi.